Assalomu alaykum. A'lo Chorva YouTube kanali hurmatli obunachilarim, xohlasa akalar mol bozordan video so'ragandinglar. Aka necha pul bo'ldi? Mol bozordan video so'ragandinglar, xudo xohlasa bozordan Namangan Tergachi mol bozoriga yetib kelganmiz. Shu yerdan narx-navolar bilan xudo xohlasa birgalikda tanishib o'tamiz. Videolarimiz yoqsa like bosib, yutqonsizlarga obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xohlasa. Aka necha pul bo'ldi? Narxi necha pul bo'ldi aka? Aka necha pul deyapsiz? O'zang. Necha pul deyapsiz? 30 milyon tutma. 30 milyon. Hibrit variant. Nima hibritmi? Hibrit xonachi. Necha pul qilish aka? 3 milyon so'rash. 23 milyon qilishyapti. Qachga zo'r xonachini akani. Aka necha pul bo'ldi? 40 bo'ldi. Yana bo'ldi. Qiziqqanlarga nomeringizni aytib o'tirasizmi? 97'lik. 97'lik 216 216 00 00 63 aloqaga chiqib ko'rasiz. Hoji aka necha pul bo'ldi? 34 million. 7 bo'g'oz. Xohlasa barcha narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Hoji aka navosi necha pul bo'ldi? 30 million 700. Paragasini bersin. Yapti. Aka, Hoji aka navosi necha pul bo'ldi? 20 millionga sotilibdi. Xonachi qancha bo'ldi aka? Shvet xonachi sotildi. Aka, xonachilaringiz qanchadan? Necha pul deyapsiz? 40 milyon kami bor. Necha pul berishdi aka jupiga? 35 milyon. Shvet xonachilar. Aka aloqaga chiqishda savdosini qilaverasizmi? Onlayn savdosi bor. Nomeringizni aytib o'tirasizmi? 94lik 848 97 06. Rahmat aka, sog' bo'ling. Aka xonachingiz necha pul? 16 kami bu. 16 million kami bor. Necha pul qilishdi? 14 milyon 800 ming. 14 million 800 ming. Xonachinchi. Qiziqqanlarga nomeringizni aytib o'rasizmi? 94lik 309 1360 aloqaga chiqib ko'rasizlar. 14 million 800 savdosi bor. Shvet xonachinchi. Bo'lsa akalar bo'zayda aylanib yuraveramizda. Sigirlarga ham o'tamiz, xudo xohlasa. Arojnalar ham bor. Aka, bu navosi necha pul? 19 million 200 savdosi bo'lyaptimi? Savdo bo'lyaptimi? 19 milyon 200. Sotildimi? Yo'q. 19 million 200 savdo. Sizdanmi aka o'zi? Aka, sizdanmi bu navos? Necha pul deyapsiz aka o'zi? 23 million. 19 million 200 qildim. 19 million 200 ming oldim. Yapıyor. Novos. Shqvozlari. Qiziqqanlarga nomeringizni aytib o'rasizmi aka? Yo'q, boshqa yo'q-da, bu sotib ketdi. Yo'q, endi movodogada aloqaga chiqsa. Yo'q, menda boshqa yo'q-da, aloqa chiqqani bilan. Yo'q, beda olmasa. Bo'laveradi, mana shunaqa odamlar ham chiqib turadi. Aka necha pul savdo bo'lyapti? 17 million. 17 million savdosi bo'lyapti. Yo'q, last qilib 50 ming qo'shishga vaqtim bor. 17 million 50 ming. Shvet xonachi. Aka necha pul bo'pti? 23,5. Bo'g'oz. Aka necha pul savdo bo'lyapti? 35,5. Ikkita xonachi. 35 million 500 ming. Savdosi bo'lyapti. Akalarimiz savdo qilyapti.
Bu yoqda xohlasa sement talam aka savdo bo'lyaptimi? Necha pul savdo bo'lyapti aka? 36 million. Kuray chiqarganmi? Go'zalmi? Ashakanga olib borib ko'raman. Olib ko'r ruxsat. Ismlari Hasanboy. 36 million savdo bo'lyapti. Necha pul deyapsiz o'zi? 40 million. Bir 40 dan baland. Sizlarmi Sobirjon aka? Qiziqqanlarga yana bormi? Qov beramiz. Savdo berasiz. Nomerni Nomerni aytib bering. aytaverasiz. 94lik 309 0310. Gap yo'q. Semental so'raganlarga 36 million savdosi bo'libdi, bo'g'ozmas bu, xunajin. Ochmagan. Yavoraylik. Ashiragamiz mol savdo qilyapti. Videoga olsak bo'laveradi. YouTube'ga qo'yaveramiz to'g'ri. Aka molingiz necha pulga bordi? Molingiz necha pulga bordi? 21 ga. Necha pul deyapsiz? 30 million. 30 million. Kami bor? Telefon nomeringizni aytib berasizmi? Telefonga aloqaga chiqsa telefon nomeringizni aytib berasizmi? Ayting. 99lik 915 56 63 ga aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Beriyach mol bozorida Shvedka gibrididan 21 million savdosi bor. Bo'g'ozmi aka bu? Aka bo'g'ozmi? Qisirang. Sigirlardan ham ko'rsatib o'tamiz. Aka yana bola necha pulga bordi? 23. Yana bola. Yana bola so'raganlarga 23 million savdo. Necha pul deyapsiz hojaga? 24 million. Yani sigir so'raganlar. Hojaga sigiringiz necha pulga bor? Sotilib ketishi mumkin lekin. Andijondan kelganmizda. Yo, endi aloqaga chiqsa yaxshi pulga sotishyapti. Xo'p. Hojaga sigiringiz necha pulga bordi? 38 kami bor, 34 ham qilyapti. 34 ham qilyapti. Bolasimi? Bolasi xunajin uruqqa qo'yilgan. 34 million 500 mingga. 10 ta usti bor ekan. Mana tagi. 34 yarimgacha qo'shib berasiz. Qo'shsa beramiz. 10 ta Kelsa bo'ladi. Telefon nomeringizni aytib berasizmi? 88lik 88lik 212 212 56 56 58. Rahmat aka. Bolasi ham zo'r ekan. Aka videoga olsak bo'ladimi? Necha pul deyapsiz? 32. Bolasimi? Bolasi buqachi. Birinchi bola. Necha pulga bor? 28 million qilish. Yigirma sakkiz ustiga qo'shsa berasiz. Nomeringizni aytib berasizmi? Mayli aka. Kelan ahlolar bilan tanishtirishga harakat qilyapmiz. Aka, hozirgi video qilsa bo'ladimi?
Necha pul deyapsiz uni? 35 milyon soruyor. 35 milyon so'rayapsiz. Necha pul qildi? Necha pul qildi? 30 milyon qilyapti. 30 milyon. Ovoz bolasi. Bolasini ovoz. 30 milyon savdo bo'lyapti. Montajchi ikkinchi bolasi. Nomeringizni aytib berasizmi? Mayli. Buni yo'q. Akalar asosiy narx-navo bilan tanishtirishga harakat qilyapmiz. Bu yoqda mollarni tekshiradigan doktor veterinar bor. Tekshirib berib tekshirtirsanglar bo'laveradi. Bu yoqda har xil mollar, sifatli mollar baholasi seroq. Qirg'izdan ham ko'p olib kelishadi lekin. Yaxshi mollar topsalar bo'ladi. Namangan Tergachi mol bozori. Baholasi zo'r mollar, seroq. Turli shvedlar, Savay shvedlar, anaqa shvedlar. Shvedlar ham seroq. Yetti bo'g'ozlar yotib qoldi hozir. Yetti bo'g'ozlar narx bilan tanishamiz. Hojaga video qilsa bo'ladimi? Video qilsa bo'ladimi? Shu narxni aytib olsangiz. Simentallardan, gibridlardan, termadan chiqqan mollar ham bor baholasi. Bu yoqda ham yetti bo'g'oz. Yo'q. Bu yetti bo'g'ozimiz 28 million 800 ming. Yetti bo'g'ozimiz ustivoni xullas. Ustivonmi yo yetilib qolgan? Ha, bolasi bormi? Qorasi. Qorasimi? Qorasini oldingizmi? 28 million 800 ming bu qorasi. Ola qoralari. Galishtenlardan, aniq xunachilar ham chiqqan. Simentallar. Yine bola simentallar. Galishten xunachi, bo'g'ozlar sotildi. Necha pulga bor ekanini bilmadim, lekin yaxshi pulga olishdi. 45 milliondanmi qilyapti. 35 million savdo bo'libdi. Greenford. Birinchisiga xunachi. Hojaga shvetingiz necha pulga bor? Shvetingiz necha pulga bor? 20. Savdosi necha pul bo'ldi? 32 yarim. Necha oylik? 3 Jumonga necha pul so'rayapsiz? 35 million so'rashyapti. Shu. Mikrofon mendayu. Mikrofon mendayu. Qisir 14 million savdo bo'ldi. Bermayapti. 14 millionga bermadi. Achchiq qaysi 14 millionga bo'g'oz bor. 14 millionga bo'g'oz bor. 5 oylik bo'g'oz 14 millionga telefon qilsa beraman. Gapdi. Ko'rsatib qo'yaverami bo'yni? Qo'lda Namangan, Samarqand. Gapdi. Tergachi bozor. O'tibdi. Javob. Telefon nomeringizni ayting, uylarga borib ko'raveramiz. Nechalik? 50 0 16 Vodiy bo'ylab. Andijon, Farg'ona ketaveradi. Ajir payz bilan bilaverasizmi? Bu yoqda Buqa bozori akalar. Ya, bo'g'oz bozor, sigir bozor, go'zak bozor, asosiy qo'y bozori bo'ladi. Qo'yga tushunimiz ham aralashimiz hozircha kirganimiz yo'q. Xohlasa tashqaridagi videolarni tashqari savdo baraka bo'lganlar shu tasvirlarni videomizni yakunlaymiz.